Akalar, ona bola qo'ylardan so'raganlar bo'lganda, xudo xolasa akalar mana shunaqa variantidan yetib kelgan bizga. Aziz do'stlar, Qashqadaryo viloyati G'uzor tumaniga yetib keldik. Beton qishlog'iga Akrom akamizni haqiqiy dehqonchilik moli bo'lgan 32 ta ona bola qo'y qo'zilari bor ekan akalar. Bularning orasida bir 18-19 tasi qo'chqor, qolgan urg'ochi qo'zichalarni nasib bo'lsa shu 2 oylik, 1 oylik, 1,5 oylik qo'zichalar akalar. Mana bahosini berib qo'yamiz. Akalar, ona bola qo'zilardan, tayyor variantidan, narxlari yengilroq variantidan so'raganlar bo'lganda, mana akamizdan chiqaramiz. Akamiz dehqonchilik deyaptilar. Tog'da yurgan ekan, xudo xolasa mana shu qo'ylarimiz bemalol narxini ham chiroyli qilib beraman Ilhom aka deyaptilar. Bular necha tishli qo'ylar Akrom aka? 2 tish, 4 tish, 6 tish aka. 2 tish, 4 tish, 6 tish. Aka, bozorda 8, 7,5, 7 shunaqa qo'yilyapti. Endi dehqonchilik deyapsiz. Bitta kelishtirib chiroyli narx ayting. 6 million 800 ming so'mdan bersin aka, olishsin. Aka, 6 qochit qilmaymiz. Naqd pul bilan tepasida keladi. 6,5 atrof kelsa bo'ladimi, yo'qmi aka? Yo'q aka, yo'q aka. Tepasida kelsin, o'ylab ko'ramiz, nasib bo'lsa. Ha aka, ustiga kelsin aka, naqd puli bilan muomala qilamiz. Tepasida akalar naqd pul bilan kelinglar, xudo xolasa kelishsa bo'ladi. Akamiz 6 million 8 kelishtirib beraman deyaptilar. Xudo xolasa chiroyli narxda kelishtirsa bo'ladi. Mana qo'zichalarni yurishiga baho berib qo'yamiz akalar. Mana shunaqa sifatli qo'ylarni bir yoshrog'idan variantidan so'raganlar uchun akalar bemalol telefon qilib, Akrom akamiz nomerlarini qoldirib qo'yaman, savdosini qilsangiz bo'ladi akalar. Shunaqa qo'ylardan, ona bola qo'ylardan o'yinda 300 bosh, 400 bosh bo'lsin deydiganlar bo'lsa, videoga like bosib, akalar xudo xolasa oshno bo'lib podresa qilib tarqatib qo'yinglar. Shunaqa sifatli joyidan, ona bola qo'ylardan so'raganlar juda ko'p bo'lganda akalar.